klinik o'lim. Bu tibbiy termin bo'lib, bemorda 10 soniyada hushini yo'qotadi. Qochishga sabab yurakning to'xtashi. Bunaqa holatda bosh miyaning kislorodga bo'lgan chidamligi 5-7 daqiqa, yurak uchun 8-10 daqiqa yetarli. Agar shu holatda to'g'ri yordam ko'rsatilmasa, bemorning inson hayoti to'xtashi mumkin. Bunaqa vaqtda nafas berishning imkoniyati bo'lmagan taqdirda ham hech bo'lmasa bilvosita yurak massajining bajarilishi va insonning hayotini asrab qolishimizga imkoniyat yaratib beradi. O'zi agar reanimatsiya to'g'ri bajariladigan bo'lsa, 30 ga 2 nisbatda, ya'ni bajariladi. Ya'ni 30 ta massajga 2 ta nafas berish. Buning tartibining o'zi bajarilishi 2 xil. Kattalar uchun alohida, ya'ni qo'l massaj qilganda, bolalar uchun alohida. Qo'l bilan massaj qilganda ko'krakka qo'l kompressiya bo'lgan holatda ko'krak qafasining o'sha yurakning massaj bo'linayotganligi seziladigan holatingiz bo'ladi. Ya'ni ko'krak kompressiya bo'ladi. Ikkinchisi, bajarilayotgan bolalarda ikkita bosh barmoq bilan yoki bitta barmoq holatida massaj bajariladi. Sababi bolalarda ko'krak qafasi nozik bo'ladi. Travma bermaslik maqsadida. Bu reanimatsion jarayon qancha bajariladi degan bo'lsak, insonda biologik o'lim qayd etilgungacha reanimatsiya davom etadi. Ya'ni buni 20 daqiqa, 30 daqiqa degan narsa yo'q. Bemorda agar biologik o'lim qayd etiladigan bo'lsa, reanimatsiya to'xtatiladi. Videoni yaqinlaringizga ham jo'natib qo'ying, bu ularga ham manfaatli bo'ladi.